U kishi so'rayaptilarki, biz shafaat so'raymiz, duolarda bor. Lekin Allohning rahmatini so'rab qo'ysak bo'lmaydimi bir yo'la shafaat so'ramasdan? Deyaptilar. Rasul akam alayhisolatu vassalom o'zlari aytganlar. Sahobalarga hatto dunyo ishlarida ham meni shafaat qilib so'raylar deganlar. Siz aytgan gapni yana ham boshqacha talqin qilish mumkin. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh alayhisolatu vassalomni shafaatga o'rtaga qo'yib yurmasdan shundoq o'zi kechirib qo'ysa bo'lmaydimi? Deysiz bo'ladimi? Bo'ladimi shu gap? Siz savolingiz davomi shu. Alloh payg'ambarni shafaatga ovora qilmasdan o'zi shundoq kechirib qo'ysa bo'lmaydimi? O'zining rahmati keng-ku hammasidan. Desa qanaqa bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo dunyo ishlarini ham oxirat ishlarini ham sababiyat bilan qo'ygan. Siz o'sha qonuniyatga amal qilasiz, tamom. Alloh subhanahu va taolo mana oddiy misol namoz. Avval 50 vaqt farz bo'lganmidi? Keyin 5 mahalga tushirdimi? Shuni bir yo'li 5 mahal farz qilsa bo'lmasmidi? Nimaga payg'ambar alayhisolatu vassalomning shafaatini Alloh iroda qildi? Desa, Alloh o'zining rasulini ummatiga g'am chekishga o'rgatish uchun. Uning qadrini ko'rsatish uchun boshqalarga. Ummatiga rahmat yetishida u kishini sababchi qilish uchun Alloh shuni iroda qilgan. Ya'ni o'zi bilgan hikmatlar. Qiyomatda ham Alloh subhanahu va taolo bandalarga shundoq ham rahmat keng. Lekin bandalar bir-birini shafaat qilishiga izn beradi. Toki ular bir-birlariga ana shunday yaxshilik qilsin shu edi. Toki payg'ambar alayhisolatu vassalomni, payg'ambarlarning, solihlarni Allohning huzuridagi darajasini odamlar ko'rsin, bilsin. Yana o'zi bilgan hikmatlar bilan Alloh shuni joriy qilgan. Rasul akam alayhisolatu vassalom qiyomatda men eng katta maqom Mahmudda shafaat maqomida bo'laman. Deganlar. Sallallohil vasila deganlar. Allohdan men uchun vasilani so'raylar deganlar. O'zlari so'rab qo'ysalar bo'lmasmidi? So'rab qo'ysalar, so'raylar. Hammasi hikmat bilan joriy qilingan. Alloh payg'ambar Alloh va farishtalar payg'ambarga salovat aytayapti. Biz nega salovat aytamiz? Biz muhtojimiz. Xuddi shuni singari qiyomatdagi shafaat ham birinchidan katta gunoh egalariga bo'lishi degan gap bu bitta hadis. Lekin shafaat daraja ko'tarilish uchun ham bo'lishi mumkin qiyomatda.